Mana tuxum. Ye shuni. Ayasi bir haftadan beri tuxum qovurib beryapsan. Men tovuq aylantirmoqchimisan? Odamlarni xotiniga o'xshab osh qilib bergin-da, osh yeylik. Hali osh yegilari kelib qoldimi? Kunni-kunora o'rtoqlaringiz bilan dumlamalar yeysiz, shashillar yeysiz, oshlar yeysiz. Ayda biz yegan tuxumdan ham yeng endi. Seni tiling chiqib qopti ayasi. Seni ayam gazingni qo'shib ketmasa, senlarning kaliting qaynada. Qarab turgin. Allo. Aya, yaxshimisiz? Biz yaxshi emasmiz-da. Keliniz rosa sizni hidingizgacha sog'inibdi. Bir gazini qo'yib qo'ying mana. Mana. Kim? Oyijonmi? Voy oyijonim, assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Charchamayapsizlarmi? Voy oyijon, kelmaysizlarmi? Sog'inib ketdim. Qaqras bugun osh qilganman. Ah, hidlarini tuxumlar ham qo'shganman oyijon. Voy o'g'lingiz bilasiz, jicha narsaga qizishib ketaveradilar. Ah, hozir Kelinimi xafa qilma, qisib o'tir, eshak. oyijon, kelinglar, xo'pmi? Bo'pti, sog' bo'ling. Yomon xameleonsan ayasi. Ikki tarafga qanaqa ulgurib rol o'ynaysan? Ajab bo'pti. Bor suvlonga o'xshamasdan eshik jiringlayapti, qara. Yo'qol. Assalomu alaykum odajon. Yaxshimisizlar qizim? Yaxshi. Qana uni darmetkiyo. O'tiribdi, dangasa ish yoqmas, ish buyurib. Ha, sota qo'za. Assalomu alaykum, ishongan bog'im, suyangan tog'im, jonajon qaynatam. Uzra, ozgina kitob mutolaa qilayotgandim. Mana shu yerda ham yozibdi. Otalar poyidan cho'lpillatib o'pish kerak debdi. Hosila Rahimova. Dadajon, xush kelibsiz. Qaysi deriz ochiq qoldi ekan, fayzi baraka kiryapti uyimizga desam, qaynatam dadajonim kelibdi-da. Yaxshi ko'rgan kuyovimsiz. Siz kelganingiz biz uchun bayram. Ayasi, oshni ding'illab tezroq. Dadajon, hayotda bunday narsalar bo'ladi, qarang. Juda xursand bo'laman biz uyimizda. Sen shohida yursang, meni